Assalomu alaykum. Bugun mana shunday millatlar totuvligini, tinchlikni tarannum etuvchi kuy qo'shiqlar Forish tumanining Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini Mojirom qishlog'ida ham jarang sochar ekanki, butun qishloq aholini hamyurtlarimizni bitta nuqtaga, mana shu tog' etaklarida joylashgan qir adirliklarga mujassam etishmoqda. Boisi bugun qudratimiz birlikda, hamjihatlikda degan bosh g'oya, bosh shior bugun har bitta hamyurtimizning yuragiga javob bo'lgan desak xato bo'lmaydi. Mana shu Mojirom qishlog'ida aksariyat tojik millatiga mansub bo'lgan hamyurtlarimiz istiqomat qilishadi. Undan tashqari bu joyga o'zbek, qozoq millatiga mansub kelinlar ham tushgan. Va aytish kerak, mana bu tomonda milliy kuy qo'shiqlar, hunarmandchilik qolaversa, milliy taomlar ham ko'pchilikning e'tiborini tortyapti va milliy madaniy markazlar ham bugungi ma'naviy ma'rifiy tadbirda faol ishtirok etishyapti. Men Komiljon aka Mavlonovni ham suhbatga taklif etmoqchiman. Bugun albatta millatlarning milliy qadriyatlari ham uyg'unlashgan bayram desak xato bo'lmaydi nazarimda. Albatta bu naiki birgina bilan O'zbekistonimizning Forish tumanidagi Mojirom qishlog'ida emas, balki bugun O'rta Osiyo desak arziydi. Sababi muhtaram yurtboshimiz mana bugun hozir Tojikiston Respublikasining prezidenti, Qirg'iziston Respublikasining prezidenti, kuni kecha Qozog'iston Respublikasi prezidenti bilan bo'lgan munosabatda xalqlarning o'rtasidagi do'stlik, madaniy hamkorlik, millatlararo totuvlik, bag'ri kenglikning yana bir debochasi. Mana qaranglar, atrofimizda milliy hunarmandchilik, milliy urf-odatlar, qadriyatlar hammasi bir xalq, bir tani, bir jon bo'lib xizmat qilmoqda. Shoirning Jafar Muhammadning bir she'ri bor. Bir ko'zim tojiku, bir ko'zim o'zbek. Bir yuzim o'zbeku, bir yuzim tojik. Osmonim o'zbeku, yulduzim tojik. Yuragim o'zbeku, men o'zim tojik. Bugungi bag'rikenlik bayramini shukufona hammamiz bir tani bir jon bo'lib ko'rmoqda. Mana qarang, qirg'izlar, tojiklar, o'zbeklar va turli millat vakillari, hattoki mana shu qishloqdagi Tojikistondan va Qirg'izistondan kelin bo'lib tushganlar bugun hammamiz bayram qilmoqdamiz. Men shaxsan o'zim 2017-yilda muhtaram yurtboshimizning sharofati bilan pasport olganman, O'zbekiston fuqaroligini. Men o'zim qanday qiynalganman. Meni onam masalan Qozog'iston Respublikasida oilam edi. Hamisha el yurtimiz tinch bo'lsin, hamma bayramona kayfiyatda. Bayramimiz shunaqangi davom etsin. Rahmat sizga ham mana shunday ko'tarinki kayfiyat sizni tark etmasin va mana bu tarafga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Kayfiyatni ko'taradigan mana turli millat vakillari, kelinlari kelin salom qilishyapti. Bu albatta biz yuqorida aytganimizdek, urf-odatlar ham allaqachon uyg'unlashgan. Bugun yoshlarimiz ham o'zlari istagan tilda ta'lim olishi ham bugun ta'limga qaratilgan e'tiborning bir natijasi desak xato bo'lmaydi. Yana bir jihat, mana bu joyda esa sumalaklar tayyor bo'lgan milliy taomni bugun turli xil momojonlarimiz, qolaversa millat vakillari mana shu sumalakni tayyorlashdi. Va keling shu mahalliy aholi bilan suhbatlashsak. Bu joyga Tojikistondan kelin bo'lib tushganlar ham bormi? Bor. Mana marhamat. Assalomu alaykum. Keling siz bilan tanishsak, necha yil bo'ldi bu joyga kelin bo'lib tushganingizga? Mana Tojikiston Respublikasidan 25 yil bo'lyaptiki, mana shu vatanda yashayapman. Tojikistonning qayerdansiz? Sug'd viloyatidanman. Yuqori Dalyon degan qishlog'idan kelin bo'lib tushganman. Bu yerda hayot nihoyat yaxshi, go'zal. Hammasi mana oldingi yillarni agar olsak, shunaqangi bir voqea bo'lgandiki, o'sha ta'ziyaga ham o'tolmaganman. Chegaralar yopiqdi. Chegaralar nihoyatda qattiq yopilgan edi. Shu 7 yil mana shu yerdan chiqa olmaganman. Mana ayni holda hozirga Xudoga shukr, Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan mana shunaqangi imkoniyatlar biz tojiklarga shunaqa imkoniyatlar bo'ldiki, men qachon xohlasam vatanga borib kelaman. Ayajonim borlar. 85 yoshda mana shu kishini ko'ra olmasdim. Mana hozir borib ko'rib keldim yaqinda. Xudoga shukr. Shuning uchun ham ikki davlatning ilohim qarindosh urug'chiligi, ming yillikchilik bo'lsin ilohim. Har safar mana prezidentimiz Tojikistonga o'tsalar, shuni umid qilamizki, yana bir imkoniyatlar yaratib beradilar deb. Shuning uchun ham u kishiga ming tojiklar nomidan rahmat deyman. Umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Bu joyda qaysi kasb egasisiz o'zi? Men mana shu qishloqning 32-maktab tojik tilidan biologiya ximiya o'qituvchisiman. O'zim tilimda, o'zim urf-odat, an'analar bilan mana shu qishloqdagi odamlar bilan ahil inoq 25 yildan buyon yashayapman. Xudo andaman. Qiz berganman, kelin olyapman, Xudo xolasa. Siz ham kelin bo'lib tushganda kelin salom solganmisiz? O'zbeklar kabi? Albatta. Chunki o'zbek bilan tojikning hamma urf-odatlari birdek. Shu o'zimizning ham urf-odatimizga o'xshagan. Men ham kelin bo'lib salom solganman. Xudo Sizga
e'lon bo'lib chiqqaningizdan mamnunmisiz? Albatta, Xudoga shukr. Ilohim hammamizga shunaqangi kunlar nasib qilsin. Mana shu imena mana shu Mojirim qishlog'idek mehrli, oqibatli insonlar bo'lib yashash hammamizga nasib ro'zi aylasin. Men mingdan ming roziman hayotimda. Albatta, bugun tinchlik qadrlangan, inson qadri ulug'langan, qolaversa millatlar totuvligi eng yuksak nuqtaga chiqqan yurtda yashayotganligimizga ko'z tegmasa. Mana buni qarang, mana shunday laparlar, o'yin kulgular, milliy taomlar, sumalaklar tayyorlash bu tinch yurtga, odilona siyosat yuritilayotgan mamlakatga yarashadi va bugun tinchlik, totuvlikka, hamjihatlikka, birlikka ko'z tegmasin deymiz. Mana bu joyda yoshlarimizni ham ko'rar ekansiz, ular barkamol avlod bo'lib voyaga yetmoqda. Va tadbirning yana bir ahamiyatli jihati shundaki, do'stlik bog'i tashkil etildi. Bunda turli millat vakillari mevali, manzarali ko'chatlarni yerga o'tkazib, o'zaro hamkorlikdagi bog'ni tashkil etdi. Bu bog'lar shunday bog'lar bo'ladiki, do'stlik bog'iga aylanadi va bugun tadbir doirasida hayit osh ham ko'pchilikka tarqatilish arafasida. Jizzaxda mana shunday katta bayram, Forishda mana shunday bir katta tantana davom etmoqda.